Koreyadagi o'zbek qizidan bir kunlik vlog. Bugun universitetdagi ishim va ikkita darsim bor. Shuning uchun maksimalni qulay kiyinib olamiz. O'zi ko'pincha kiyimni 2-3 marta almashtiraman, lekin bugun ertalab soat 9 dan ishim bo'lgani uchun almashtirishga vaqtim yo'q. Shuning uchun yoqsa yoqmasa mana shu kiyimda ketaman. Men doim kech qolsam ham ertalabki zavtrakni yeyman. Bugun zavtrakka bagel bilan cream cheese. Bilasizlarmi, sochimga особый уход qilaman va bu meni eng yaxshi ko'rgan hair tonikim. Ertalabdan sizlar uchun mini mukbang va unpacking qilgandan keyin va nihoyat universitetga yo'l olamiz. Uyimdan universitetgacha 15 minutlik yo'l bo'lgani uchun в принципе bemalol chiqaman. Bu esa mini mukbangning ikkinchi qismi. Aytgancha bu meni Koreyadagi eng yaxshi ko'rgan pechenyalarimdan bittasi. Student bo'lib turib universitetda nima ish qilasiz deb ko'p so'rashyapti. So'bi meni katta ishim yo'q. Ko'pincha studentlar olib kelgan dokumentlarni glavniy tekshiruvchilarga yetkazib beraman. Ishim soat 12 da tugadi va 12 da meni darsim bor edi. Darsga kelib o'rtoqlarimni sizlarni o'rtoqlarim bilan tanishtiribman. O'rtoqlarim meni deb уже ancha kameraga o'rganib qolishdi. Darsim soat 2:30 da tugadi va soat 3 da yana bitta darsim bor edi. Ovqatlanishga ketayotganda esa mana shunaqa asal nogurini ko'rib qoldim. Obedga esa bugun Subway. Sezgan bo'lsanglar kerak, men tez-tez Subway yeb turaman. Birinchi sababi u kampusimizning ichida, ikkinchi sababi esa juda tez tayyorlanadi va sog'lom. Tezgina qornimni to'ydirib, keyingi darsimga bordim va u darsim soat 4:30 da tugadi. Uyga qaytib ketayotganda esa to'kpokkini ko'rib, prosta to'xtab yevorgim keldi. Lekin afsuski voleybol mashg'ulotimga borishim kerak edi, shuning uchun vaqtim yo'q edi. Bu esa meni voleybolni formam. Nima deb o'ylaysizlar, nima uchun raqami 23? Soat 10 gacha bitimiz to'kilguncha voleybol o'ynagandan keyin qornimiz ochdi va biza ujin qilishga ketdik. Ujinga shunaqa nosog'lom pitsa yedik va rasmga tushish bilan kunimizni tugatdik. Vlogimni ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.